Assalomu alaykum. Mana bugun 21-may. Uzclass Agroga kelganmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumanidan Xo'ja Agro Servis O'ray MChJ rahbariman. Shu Uzclass Agroda Dominator 260 g'alla o'rish kombaynini xarid qilamiz. Buni xarid qilishimiz sababi oldin ham Dominator olganmiz. Ikkita, uchtasini olganmiz 130 dan. Bizlarga ma'qul kelgan, foydalanib kelyapmiz. Mana уже 7-8 yil bo'ldi foydalanib kelyapmizga. Shunga endi уже nima desa, texnika bazani obnovet qilish uchun, yangilash uchun yangi texnika Dominator 260 bizlarga ma'qul keldi. Endi o'shandan xarid qilib, xudo xolasa g'alla o'rish ishlariga srazu ishga tushirib qo'shib yuboramiz. Rahmat aytamiz Uzclass Agro jamiyati xodimlariga, hammasi a'lo darajada xizmatlarni ko'rsatyapti. Bizlar mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumanidan keldik. Kavsar Tegirmon javobgarligi cheklangan jamiyatning ish boshqaruchi Madrim Baxtiyor bo'laman. Nega bugun bizlar Toshkentga kelib, o'sha Dominator 260 dan sotib olib o'tirmiz. Buning yil biday varaqqa xudo xolasa bir yaxshi funksiyalari bor, o'zining ulkanligi, sol bo'yicha bizlarga unab, uni sotib olib o'tirmiz. Hasta luego.